Assalomu alaykum obunachilar, sog' salomat yuribmisizlar. Bugungi videorolik steshga boshlangan bu ishimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tuman O'zbekiston Ofida bo'ladi. Обязательно Mishalkida qorib quyiladi betonla. Bilasizlar, Mishalkida 100% to'liq qoriladi. Zo'r sifatli bo'lib chiqadi. Aplapkilar ham ko'rib turganlaringizdek plyumot aplapkilar. Plyumot aplapkilarda yaldirab çotki bo'lib chiqadi. Bu joyning 4 tarafini ham steshli bordyori bilan qo'yamiz. Yana setki yarısı bordyora ketgan, yarısı bu yana steshkining ustuna. Kilanki ne uchun tashaladi deganlar uchun berlar sho'r yerlar bo'ladi. Обязательно zax chiqmaslik uchun, sho'r chiqmaslik uchun, beton sifatli bo'lish uchun setki kilanki tashaladi yana. Üstünden setki mahkam bo'ladi. Üstüne yine vartalet yurtiladi. Helikopter deydilar buni. Yine görüp o'zlaringiz baha beraverasizlar. Bu joyning bir tarafı qolib turibdi. Hozir 4 tarafini ham ishladik. Boshundan bahalarni aytib o'tib ketaman. Bahalari bordiyorlayına plyumot aplapkida qo'yilgan bordiyorlayına o'zlaringiz görüp qo'llab quvvatlab baho berasizlar. Belleri her aplapkining birlashgan yerleri. Bordiyorning bahosi santimetri 1000 so'm. Bultiram 2024'ten şu senada işledik. Hozir 2025 yil mart ayından şu sena. Santisi 1000, steshkining santisi 5000 so'm. Şunun içine vartalyotu iş qilib hamma narsasi şunun içine giradi. Hamma narsasi deganda usta haqqisi bo'ladi. Materiali uyning egasidan bo'ladi. Usta haqqisi, vartalyotu, tramopkisi, mikser hamma narsa o'zlarimizda bor. Şu narsalar içinde bo'ladi. Yine bir yan tarafı. Yine bir de yine lestnitsasi tushayotir. Joyning ikki tarafidan lestnitsasi quyiladi. 15'e 30 standart bo'lib quyiladi. Lestnitsaning bahosi 100 ming so'mdan, har bir stupenkisi 100 ming so'mdan bo'ladi. Qo'llab quvvatlab turasizlar, like'lari bosib, obuna bo'lmoqlar, obuna bo'lib qo'yamiz. Rahmat hammaga.